Allah subhanahu va taolo insonni yaratib, unga shakl shamoil berib, insonga tafakkur, aqlni berdi va nutq bilan ne'matlantirdi. İnsonga berilgan ne'matlarni Alloh taolo aytadiki, sanab adoga yetmaysizlar deydi. Darhaqiqat insonga berilgan ne'matlar dunyoda juda ko'p. Bular mana umr, farzand, qolaversa bizni hayotimiz uchun zarur bo'lgan daraxtlar, mevalar, uzumzorlar, bog'lar, suv, eng asosiy suv. Suv bu hayot manbai deyiladi. Alloh tabaraka taolo suvni ne'mat ekanligi, uni Alloh o'zi berishligi ekanligi to'g'risida Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Huvallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun va minhu shajarun fihi tusimuna yunbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba min kulli as-samarat inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. U zotdiki osmondan suvlarni tushirdi sizlarga ichimlik qilib. Mana shu suvlar bilan daraxtlarni sug'orasizlar. Mana shu suv bilan sizlarga Alloh tabaraka taolo ekinzorlarni o'stirib qo'yadi. Zaytunni, xurmoni, uzumzorlarni o'stirib qo'ydi va turli mevalarni ato qildi. Albatta mana shunda tafakkur qilib o'ylaydigan kishilarga Allohning qudratiga, kuchiga bu oyat alomatlar bordir deydi. Darhaqiqat Alloh tabaraka taolo ulkan tog'larni yaratib, ularning ustlarida abadiy qorlar, muzliklarni yaratib qo'ydiki, bizga doimiy ana shu yerdan suvlar kelib turadi. Boshqa oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Vallohu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mawtiha inna fi zalika la'ayatan liqaumin yasma'un." Alloh tabaraka va taolo osmondan suvni tushirdi. O'lik yerni mana suvlar bilan tirildi ba'da mavtiha o'lgandan keyin. Ya'ni bahorda daraxtlar unib o'sib, yozda mevalarni qilib, kuzda pishib, qish faslida o'lgandek barglarni, mevalarni to'katdi. Yana bahordan Alloh taolo osmondan rahmat yomg'irlarini yog'dirgandan keyin o'nib chiqadi. Albatta mana shu narsalarda bu oyatlarni eshitganlarga Allohning kuch qudratida alomatlar bor deydi. Biz muhtaram azizlar, mana shu Alloh bergan ne'matlarni qadriga yetishligimiz darkor. Chunki Alloh tabaraka taolo Qur'onda marhamat qiladiki, har bir narsani biz o'lchovli qilib qo'ydik. Bizga berilgan ne'matlar ham o'lchovli. Buni qadriga yetishimiz kerak. Muhtaram azizlar, bu suv naqadar bir hayot manbai ekanligini hammamiz bilamiz. Biz o'zbeklarda qadimdan qolgan an'analarimiz bor. Bahor faslida ariqlar ko'lanadi, zovurlar tozalanadi. Yangi daraxtlar, ko'chatlar, gul ko'chatlar ekiladi. Mana sahar turib qizlarimiz, kelinlarimiz chiqib ko'chalarni supurishadi, suv sepishadi. Bu qanday naqadar bir yaxshi odat. Lekin ba'zi hozir bir ariqlarimizni kanalizatsiya o'rnida foydalanadigan bo'lib qoldik. Axlatlarni suvga supuryapmiz, musorlarni suvga tashlab yuboryapmiz, keraksiz narsalarni suvga, yuvindilarni suvga. Bu albatta uvol bo'ladi. Buni oxiratda javob borligini his qilishimiz kerak azizlar. Alloh tabaraka taolo Qur'oni Karimda aytadiki, la tusaluna yawma izin anin na'im. Ya'ni albatta sizlar berilgan ne'matlardan so'ranasizlar deyapti. Shuning uchun suvni isrof qilmasligimiz, suvga shunaqa bir axlatlarni tashlashlikdan tiyilishimiz kerak. Mana yoz fasllarida uylarda kranlarni ochib suvni oqizib qo'yamiz, sovuqsinib. Qancha suvni isrof qilamiz? Hattoki mana Payg'ambar alayhisolatu vasallam marhamat qildilarki, oquvchi daryoni bo'yida bo'lsang ham isrof qilmadilar. O'sha o'zimizga keragicha olib bet-qo'limizni, yuzimizni yuvishimiz kerak, tahorat qilishimiz kerak. Ortiqchasi isrof bo'ladi. Ortiqchasiga javob beramiz oxiratda Allohning oldida. Alloh tabaraka taolo la yuhibbul musrifin degan Qur'oni Karimda. Ya'ni Alloh tabaraka taolo isrof qiluvchilarni yaxshi ko'rmaydi, sevmaydi degan. Hozir biz nima qilyapmiz? Ariqlarga shunaqa najosatlarni oqizyapmiz. Axir undan suv ichamiz, yuz qo'limizni yuvamiz, bolalarimiz yozgi kunlarda cho'miladi, hovuzlarga suv to'plab, hovuzlar bo'yida o'tiramiz. Endi ariqlarni hurmat qilmasak, uni hurmatiga e'tibor bermasak qanday bo'ladi? Shuning uchun muhtaram azizlar, mana shu bahor faslini g'animat bilib ariqlarni, zovurlarni ko'ylab, tomorqalarimizni bo'sh joylariga kerakli sabzavot, poliz ekinlari, daraxtlarni, gul ko'chatlarni eksak,
ham xonadonimizga foyda bo'ladi, ham yurtimizga manfaat keltiradi. Alloh taboraka taolo shunaqa biz insonga, bashariyatga o'zi ne'matlarni bekamu ko'z yaratgan ekan, shuni shukronasini qilishimiz kerak. Mana shu unumli foydalanib, to'g'ri foydalanib, mana shu Alloh bergan ne'matlarni qadriga yetishimiz lozim bo'ladi. Isrof qilmasligimiz. Alloh taboraka taolo mana bahor faslida turibmiz, bo'ladigan ekinlarimizga barokatlarni nozil qilsin. Xonadonlarimizga, kasb-korlarimizga fayz baraka bersin. Samoviy arozi ofatlardan o'zi saqlasin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Dehqonlarimizga, xonadonlarimizga, omborlarimizga Alloh doim tunlarni serob aylab o'zi rushdi hidoyatda bo'lishimizni nasib qilsin.